Assalomu alaykum qalbi go'zallarim, tinchmisiz, omonmisiz? Bu videoyim oldingi yil 2025-yil oilaviy dachaga chiqqan edik. Shu videoyimni yana boshqatdan gapirib, bu kanalimga joylab qo'yganman. Qizijonli oilaviy dachaga o'zbeklarimiz ko'p chiqib turishadi, juda ham maroqli bo'ladi. Shunaqa dachaga chiqib, biz ham maza qilib dam olganimizda adajonimiz bizga tovuq go'shtdan qozon kabob pishirib bergan edilar. Shuni sizlarga ozgina ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Qozon kabobni o'lchamadik, naglas qildik, ya'ni taxminan. Tovuq go'shtini yaxshilab yuvib oldim. Ya'ni o'choqqa yog' solib qizdirib oldik. Mana shu tovuq go'shtini uchtadan solib yaxshilab qizartirib oldik. Aziz qalbi go'zal qizlarjonlarim, eshitgan bo'lsanglar kerak, sizlar ham erkaklar pishirgan taom juda ham mazali bo'ladi deb aytishadi. Albatta bu gap to'g'ri, lekin oila birdamlikda dadajonlar, buvijonlar, farzandlar bitta bo'lib o'tirib, maza qilib taom tayyorlab, mehr-oqibat ulashib, gaplashib, suhbatlashib o'tirganga nima etsin. Mana endi 3tasini qizartirib oldik, keyingini ham solib qizartirib olamiz. Hamma tovuq go'shtlarini shuna qip-qizil qilib olamiz. Albatta tovuq go'shtini xohlagan joyidan solishingiz mumkin. Yog'ini tozalab oldik. Mayda tovuq go'shtlardan kartoshkani ham shunday yuvib, to'g'rab oldik. Kartoshkani ham 3-4tadan solib qizartirib olamiz. Baland olovda albatta qizajonlar. Ko'plar qozon kabob qilishni bilishadi. Men o'z uslubimda ko'rsatib ketaman. Oldingi yil shu videoni olganimda dachada juda ham bir boshqacha bo'lgan, bolajonlarga ham juda ham yoqqan, mazali bo'lgan. Bolajonlar maza qilib basseynga tashlab cho'milib turishgan. Biz adajonimiz bilan birga shu taomni tayyorlaganmiz. Men o'sha yerda ham blogerligimni qo'ymasdan kontent olaman deb videoga olganman. Ko'ryapsizlar, mana shunaqa basseynlarda maza qilib cho'milishdi. Xohlasanglar dachani nomerini yozib qoldiraman kommentariyada. Xohlagan o'zbekistonliklar borib maza qilishligi mumkin. Mana kartoshkalarni, tovuqlarni baland olovda qizartirib oldik. Endi yog' ko'plik qiladi. Olamiz, ozgina qoldiramiz yog'dan. Endi tovuq go'shti bilan kartoshkani dimlaymiz. Tovuq go'shtidan ozgina 3tasini solib oldim. Ziravorlardan, ya'ni aralashtirib oldim. Ziravorlar nima ketadi? Mana ko'rdinglar qizajonlar, tovuq go'shtidan ozgina soldim. Keyin yarim kartoshkani soldim. Keyin yana qolgan tovuq go'shtini soldim. Orada ziravorlardan sepyapman. Yana oxiri kartoshkani solaman. Ziravorlardan nima soldim? Tuz, paprika, zira, kashincha urug'i. Naglas, ya'ni taxminan soldim. Mana oxiri kartoshkani solyapman. Ya'ni adajonim sovutdilar. Men kamerani ko'tarib turibman. Ustiga bezak uchun piyoz to'g'rab qo'ygan edik. Ozgina qiyshuvroq, qo'polroq chiqqanlarini, to'ralganlarini sovardik va ozgina suv soldik. Piyoz solmasa ham bo'ladi ustiga. Biz bezak uchun piyoz to'raganimizda ozgina yiriklarini sovardik va oxirida qolgan ziravorlarni sepyordik. Shu yerda hozir gazni olovni pasaytiramiz. Past qilib 30 minut dimlab qo'yamiz. Qizajonlar, mazali juda ham zo'r chiqadi. Albatta basseynga orada cho'milib bolalar maza qilib olishdi ovqat pishguncha. Qizajonlar, albatta vaqt topdi deguncha, sharoit topildi deguncha mana shunaqa joylarga chiqib maza qilib oilaviy dam olishga nima etsin. Albatta hammamizga shunaqa dachalarga chiqish nasib qilsa, avvalambor uyda ham bir juma kunlari yig'ilib maza qilib ota-ona, farzandlar, dada buvilar maza qilib gaplashib, chiroyli bir taom ustida o'tirishga nima etsin. Ularni duolarini olib qolishimiz kerak, kattalarimizni. Hammamiz issiq jonimiz, g'animatimiz. Mana taomlarimiz adajonimiz ikkita laganga chiroyli qilib suzib berdilar. Ustiga piyozlarni chiroyli qilib bezatib berdilar va dasturxonga bolalarni chaqirdik. Maza qilib tanovul qilib yeb oldik va esda qoladigan kun bo'ldi. Qizajonlar, albatta kommentariyada sizlar ham qoldiringlar. Sizlar qanaqa dachalarga yig'ilasizlar? Qatlarda ko'proq oilaviy o'zinglar maza qilib yig'ilasizlar? Shuni haqida bilish xohlardim va qaysi shaharda meni kuzatasizlar? Men o'zim O'zbekiston Toshkentda turaman va videolarimni qo'ldan kelgancha olib sizlarga taqdim qilaman. Mana shunaqa dachada bo'ldik. Letniy oshxonasi bor ekan, mana kichkina hovlichasi bor ekan, basseyni bor ekan, qishki basseyni ham bor ekan ichida. Mana shu yerda ayvonchasi bor ekan, shu yerda o'tirib maza qilib yedik va bir kun oldin kelganimizda shashlik pishirgan edik. Shu rasmni ham shu yerda saqlanib qolsin deb qoldirdim. Bolalar bilan maza qilib o'tirib bir kecha yotib keldik. Qizajonlar, albatta diydor shirin hammamizni shunaqa yig'ishlarga yetkazsin. Chiroyli stolga bezatganlarimni eslari uchun olib qo'ygan edim. Bolalar xot-doglar qilib yeyishdi, maza qilib
marojnilar olib kelib o'sha yerdan korzinkada maza qilib bo'lib yedik. Albatta qizijonlar, sizlarga ham tavsiya qilaman, shu taomni pishirib ko'ringlar va qanaqasida tayyor bo'lganini kommentariyga yozib qoldiringlar. Qizijonlar, sog' bo'linglar, quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.